120 ming dollardan 125 ming dollargacha yangi qurilgan 2 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan uylarimizni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, uylarimiz bor-ku, qanaqadir fayzli qilinibdi. Kelinglar sizlar bilan birgalikda mana shu hovlidan ko'rishni boshlar ekanmiz. Uyga kirib kelishinglar bilan o'zini tortadigan narsasi bu hovlisi bo'lyapti. Keng hovli, uy qurgan akalarimiz mana bunaqa dachniy stullargacha qo'yib qo'yishibdi. Yangi qilib hovlimizning uyoq burchagida bitta hojatxona va e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa usti yopiq, navis qilingan, bu yoqdan yerto'laga tushiladi. 20 kvadrat metr kattalikda yerto'lamiz bor ekan. Uyimizning isitish tizimlari aynan shu yerto'lada joylashtirilgan. Bir qavatli imorat, ichlari juda ham keng, xonalari ko'p ekan. Hozir endi ichkariga kirib ko'ramiz. Ketdik. Uyimizga kiraverish keng yo'li bilan boshlanyapti. Bu yoqni mini hol desak ham bo'ladi. Hop, o'ng tarafdan xonalarni ko'rishni boshlar ekanmiz. Bu birinchi xonamiz, ayollar uchun mo'ljallangan oshxona, mebellarni yasatib qo'yilgan. Okalarimiz texnikalarni tez orada qo'yib beramiz deyishyapti. Yangi stullargacha qo'yib qo'yilgan ekan, 6 kishilik qilib. Hop, bu yoqdan mana xonalar ketdi. Endi yotoqxonalarni ko'ramiz. Birinchi o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan keng yotoqxona, o'zini bu yoq burchagida yuvinish xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Endi buni yonginasida bo'lsa, mana marhamat, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rasizlar. Jalyuzilargacha qo'yib qo'yishibdi. Gilamlargacha ko'ryapsizlar. O'zingizlarning mebel texnikalarni olib kelib yashayverasizlar, maza qilib tayyor uy ekan. Lekin proyektni zo'r qilishibdi. O'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Bu navbatdagi 3-xona. Bu xonamizni ham o'zining ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Bu yoqda bo'lsa, mana kattagina keng mehmonxona pardalargacha tayyor qilingan, juda chiroyli dekor qilingan ekan. Televizor turadigan joyi orqasi mebellargacha qo'yib qo'yilgan, yangi gilamlar. Endi oxirgi bu yoqda umumiy yuvinish xonasi bo'lyapti, vannaxona. Bu umumiy mana. Zo'r sharoitlar mana shunaqa. Hozir sizlar bilan 125 mingligini ko'rdik. Bu burchakda bo'lgani uchun 5 ming dollar qimmat ekan. Buni yonida xuddi shunaqa bir xili bor, 120 ming so'ralyapti. Sergeli Chortoq mahallada qiziqqanlar uchun pastda quruvchilar nomeri bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar. Tepasida kelib savdo qiladigan bo'lsanglar, albatta kelishiladi.